Tabriklasanglar bo'ladi. Men 19 yoshimda o'zimga mashina xarid qildim. Toshkentda qiz yonib ketgan kvartira uchun pul yig'di, ammo bir haftadan so'ng esa o'zi uchun yangi Kia K5 mashinasini sotib oldi. Ijtimoiy tarmoqlarda 19 yoshlar atrofidagi qiz o'z sahifasi orqali chiqish qilib, uyi yonib ketgani sababli boshpanasiz qolganini aytgani aks etgan videolar tarqalgan edi. U tarmoq foydalanuvchilaridan moddiy yordam qilishlarini aytib, murojaat yo'llagan. Qiz yong'indan keyin mablag' yig'ishni e'lon qilib, go'yoki uysiz qolgan oilasi uchun saxiy insonlardan ko'mak so'ragan. Mani oyim bilan yashaydigan uyimiz yonib ketdi. Ichidagi mebel, kiyim-kechak, polni deyarli hamma narsa yonib ketdi. Ba'zi bir nashrlarda qizning ayyorona mahoratiga aldanib, odamlar ommaviy ravishda pul o'tkazishni boshlagani aytilmoqda. Bunday saxovatpeshalikka ko'plab blogerlar ham qo'shilgan. Ularning miqdori millionlab, ba'zilari 10 million so'mgacha yordam tariqasida pul bergan. Ammo qiz bir haftadan so'ng 19 yoshimda men o'zimga yangi Kia K5 sotib oldim. Siz nimaga erishdingiz deb yangi videosini joylashtirdi. Shundan so'ng ijtimoiy tarmoqlarda janjal chiqdi. Xayriya qilganlar qizdan tushuntirish hamda pulni qaytarishni talab qilishmoqda.